Aka-ukalar, assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? 2 qavatli high-tech darvozamizni sizlarga ma'lumot qilib beramiz. Unda xolisa darvozamiz tayyor bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eshiklarimiz 75 sm ochiladi. Ochilishi 2 qavatli high-tech darvoza bo'ldi. O'ta ham tiniq holatda chiqqan darvozamiz. Ko'rib turibsizlar. Xolisa hamma yo'q joy-joyida. Nerjinkalar yopishtirib berganmiz. Kraskalarimiz mokraspal, двойной bo'lgan darvozamiz. Razmeri 3 metrga 3 metr. 14 millionga bo'lgan 1 million 400 ming so'mdan aka-ukalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Stoykalarimiz polniy shivillar bo'lgan aka-ukalar. Xolasa 2 qavatli high-tech variantimizni eng sifatli va chiroyli chiqqan darvozalarimiz. Zakaz bezilang xuddi shunday qilib sizlarga ham chiroyli qilib tayyorlab beramiz. 2 ga 1 chaspaklarimizni ham mana chiroyli qilib oddenniy ranglarda berib ajratib berganmiz. Xolasa aka-ukalar. 1 kvadrat metri bu darvozalarimiz 1 million 300 ming ham chiqadi. 1 million 400 ming ham chiqadi aka-ukalar. Dizayniga qarab, materialiga qarab, kraskalariga qarab narx-navosi o'zgaraveradi. Bu Tojikistonga tayyorlaganmiz. Agar O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa, kvadratini 1 million 300 ming so'mdan dastavka ustanovkasini qilib beramiz. Voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Bu yoqda yana bitta darvozamiz bor, 2 arkali darvoza. 1 kvadrat metri 950 mingdan chiqadigan darvozamiz. Polniy profillari 6 ga 4, 1,5 qalinlikda, listlarimiz 1.8 dan bo'lgan. Orqa holati shunday. Stoykalarimiz 10 ga 10 bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Arkalari ham двойной bo'lgan. Bitta arkani o'zi emas, 2 ta arka chiqarilgan.